Türkiye Adalet ve Taraqqiyot Partiyasining bayonotchisi Çelik Türkiye'nin Uyg'urlar haqidagi andishlarini Xitoy doiralariga yetkazib kelganligini aytdi. Turkiyada hokimiyat beshidagi Adalet ve Taraqqiyot Partiyasining bayonotchisi Ömer Çelik Türkiye Uyg'ur Türkleri ve Sharq Turkiston Uyg'urlari va boshqa musulmonlarning kishilik huquqiga, diniy erkinligiga hurmat qilinishini, lagerlarning taqalishini har vaqt Xitoy doiralaridan talab qilganligini bildirdi. 29 sentabr Davlat Cumhur Raisi Erdo'g'an riyosatchiligida ochilgan Markaziy ijro komiteti yig'inidan keyin ochilgan axborot e'lon qilish yig'inida Ömer Çelik kun tartibidagi masalalar haqida savollarga javob berib, Turkiyaning Uyg'urlar bilan diniy, irqiy va madaniyat jihatdan kuchli bog'lanishlarga ega ekanligini ta'kidlab, Uyg'urlarning vaziyatini yaqindan kuzatib kelayotganligini aytib, bizning bu masaladagi birdan-bir orzuyimiz Uyg'urlarning Xitoyda baxtlik va hur yashashi, Uyg'ur masalasining aniq va hamkorlik ichida muzokara qilinishini umid qilamiz. Bu chaqiriqlarimizni Xitoy tarafga yetkazib keldik dedi.